Istanbulda o'zbekistonlik qizni bo'g'izlab o'ldirib qochib ketgan o'zbek Navoiy viloyatida qo'lga olindi. Biror ishning boshini tutmagan o'zbekistonlik qashshoq erkak Akmaljon Rustamovich qotil va u o'z aybini bo'yniga oldi. Qotilning tezda qo'lga olinishi Istanbul shahrining Fotih tumanida sodir etilgan qotillik ishi yuzasidan Istanbul politsiyasining O'zbekiston rasmiy idoralari bilan hamkorlikda olib borilgan surishtiruv ishlari natijasi o'laroq ko'rinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Halimaxon Odilovna Ahmadova jim bo'lib qolganidan xavotir olgan uning Turkiyadagi qo'shnilari vaziyat haqida uy egasiga murojaat qilishgan. Eshik chilangar yordamida ochilganida xotinning qonga belanib yotgan jasadi uy yotoqxonasidan topilgan. Hodisa joyiga yetib kelgan tez tibbiy yordam xodimlari marhumaning bo'yni kesilgani va voqea jinoyat yo'li bilan sodir etilganini aniqlashdi. Jasad sud tibbiy ekspertizasi uchun o'likxonaga jo'natildi. Istanbul politsiyasi jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari jarayonida marhumaning shaxsi aniqlandi hamda hodisa yuzasidan asosiy gumonlanuvchi sifatida Akmaljon Rustamovich S belgilandi. Kuzatuv kameralari yozuvlari yordamida gumonlanuvchining 17 sentyabr kuni marhuma bilan birgalikda uyga kirgani, bir kundan so'ng esa uydan yolg'iz chiqib ketgani aniqlangan. Shuningdek, surishtiruv natijasida gumonlanuvchining bir oy avval O'zbekistondan Turkiyaga kelgani va qotillikdan keyin vataniga qaytib ketgani ma'lum bo'lgan. Istanbul politsiyasining O'zbekiston rasmiy idoralari bilan hamkorlikda olib borgan chora-tadbirlari natijasida gumonlanuvchi shaxs O'zbekistonning Navoiy viloyati hududida qo'lga olindi. Uning qo'lidan 2 mobil telefoni topilgan bo'lib, ulardan biri marhumaga tegishli ekani aniqlandi. O'zbekistondagi dastlabki tergov surishtiruv davomida gumonlanuvchi qilgan jinoyatini to'la tan olgan. U o'z bayonotida shuningdek, u mening sevgimni rad qildi, men esa uni chin dildan sevar edim deya o'zining ishsiz, nimjon va kasalmandligini pesh qilib, aybini yumshatishga uringani aytiladi. Hozirda mazkur ish yuzasidan tergov harakatlari O'zbekistonda davom etmoqda. Eltos O'zbekistonda gender muammolari bilan bog'liq jinoyatlarga oid voqealarni yoritishda davom etadi. Kanalimizga obuna bo'ling, video yuzasidan izohlar qoldiring.